去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You got me beautiful too. You got me beautiful. You got me beautiful too. You got me beautiful. 철판 메스탄러리 mana. Ayo, ya mana. Şadi, nimelerni aldın? Bugün çolpanlar dokundu mallarının bahasını düşürüptüken. Bardak çolpanlar imza koygan suratlarını yerim bahada setipti. Karanglar, bu Tilsin, bu Celun, bu Adu, bu dadam. Vay. Şadi, keşke çolpanlarını xiyal qilib yurmay, tirishib o'rganga. Dada, yoshlarning çolpanlarga havas qilishi normal ish-ku. Normal emas. Şadi, bunda qilsang vaqtingni, zehningni isrof qilsan. O'rganishingga ta'sir etadi. Bildingmi, Şadi? Acha, opamga o'xshabli qazangu. Hammamiz sana yaxshi bo'lsin deymiz. Acangdan ko'proq o'rgan. Acangdek bo'lsang nima degan yaxshi. Turmushimiz shundoq tartiblik, xizmatini yaxshi ishlaydi. Bekor vaqtlarda texnik yordamlashib uy ishlarini qilib berdi. Şadi, acang sening o'rganish o'lgan. Acangdan o'rgan. Hozir Bekxon maydonga chiqdi. Rostini Bekxonga. Vay, bu Bekxon topni ancha yaxshi o'ynayolmaydi. Menchu Maradonani yaxshi ko'raman. U bek yaxshi deydi. Voyjon! Apa televizor ko'rman. Meni ko'ray degandim, lekin dadi qachondan boshlab bu topchini yaxshi ko'rib qolgandi. Qarag'ina, bo'lmasa ancha qamlashqanmi emaskan? Bak qamlashqankan. Qara, u ati jungoq keldi ekan. Bekxon ati jungoq kelmoqchi? Acha nek borsan, uni imzo qo'yg'izg'ili. Acham haqiqiy cho'lpon mastanisikan. Qutquzinglar. Qachondan boshlab yovutongiz yiqib oldinglar? Ma'qul. Ma'qul. Kechiring, futbol topolmay qoldim. Bekxon apandi, rostini xotiningizdan ajrashgan bo'ldingizmi? Noqta topni kirgizamasa qanday hissiyatda bo'ladi ekan? Putingizda tamaratki bormi, ha? Shuni yerini yezib qo'yibdi. Oyey, dadiga nim bo'lgandi. Apa, cho'lponlarga mastan bo'lganlarning ko'nglini tushunmaysan. Achamga pek kichim og'irdi. Uningga yordam qilsak bo'ladi. Mushu bir imzo uchunmi? Buning ishi oson. Dadi, qarang buningga.
Vega, nim bo'ldingiz? Qutquzuvchi chaqiraymi? To'xta, u birsiga o'xshayotidi. Kimga? Vigaga. Opa, o Viga shugu. Ay, uni bilaman. Men buni tavattaman. Ha? Bekxon? Aca, bu da söylemek için çekip kırılan cuma. Vega, biz sizden bir ishni o'tinmoqchi. Neymiş ne? Chiroyingizni buzdingiz. Chiroyingizni tuzaymiz-da. Rastlığı o'xshidi. Vega, endi gap sizda qoldi juma. Ko'zoynagimni qaytirib beringlar. Oy. Bika. Kızcak. Hey! Uy, asla! Kızcak, birli kahve ise qandaq. Hey, bu topni kim tepdi? Kim tepdi da'vatimi? O'ynashni bilgan tomoq ichishni o'ti sizga keldi. Ma'qul. Beyxam efendi, sizni bek yaxshi ko'raman. Rasma, emisi men uchun bir ishni qilib bering. Bo'ladi, qancha ko'p bo'lsa-mu qilib beraman. Bek yaxshi bo'ldi. Ishimiz birga mashq qilamdik. To'g'ri, ixtiyoriy top mashq qilaman. Siz varta turing, Çatak yo'qdi. Beyxam efendi. Bu qahvaxon birinchi qavat emasmidi? Yo'q, 10-qavatda. Beyxam efendi. Vaqt to'shib ketdi. Tegichi bir muxbir kelmaydi-ku. Bika efendi! Bika efendi! To'xta! Bu qandoq gap? Berib boqayli. Bika efendi! To'xta! Qochma! Bika efendi! To'xta! Oxir bexatar yerga keldik. Shu, hammadan uy rohat juma. Bundaq turib ular ishni hammani echib yetadi. Men ishtirib turay. Siz ovi kitob ishkabni akilib to'sab qo'ying. Kitob ishkavimi uzun to'siyammasmikin? Ovi kiyim ishkavining so'l tarafidagi 3-tortmasidan orqani elib pastga esilib tushib ketamiz. U yerda orqan borlig'ini siz qanday bilasiz? Shu yerda bormiki dedim-ku, odatda uyda men orqani shunday yerga qo'yman-ku.
Arqam bo'lgan chaqdimi buncha egizdan tusha olamdi. Ha? Uncha egiz emas. Men har qatim uy ijarasini to'layolmasam shu yerdan qochib ketaman. Ko'zlaydigingiz qani? Bu yerda bugun taqashni unutib qolibman emasmi? Nega ekansiz-ku? Siz qandoq bilib oldingiz? Ajab aql. Abla, Bekam efendi, bu ya xatarlik. Sizga bir ish olmaganda. Mana men Bekam, mana men. Nima? Vega menga tasalli berish uchun Bekhamda yasab olganman. Vega, rahmat. Sizga bir ish bo'lmaganda. Ben Bekam emas. Ben Vega. Ben top oynashni bilmayman. To'g'ri deydi. Men haqiqiy Bekam. Qaraganda Veganing kesili tek saqlaymagan o'xshaydi. Bo'lmasa to'xtamay qalaymi qasdi? Undaqamiz. Kesili xili eg'ir ekan. Amsa yana o'qil uraylik.